Mana 5-sinf o'quvchilarimiz to'qishyapti. Bular to'qishni bu yil o'rganishni boshlashdi. Bir chorakda juda yaxshi o'zlashtirishdi to'qishni. Mana hozir endi buyumga o'tganimiz yo'q. To'qish texnikasini rivojlantirish uchun mana bu buyum emas, to'qishni o'rganishyapti xolos. Mana qo'llarini texnikasini rivojlantiryapmiz. Mana Dilshoda oldingizga qo'yib ko'rsating qizim. Mana to'qilgan buyumi. Kurchogimiz ham mana ipimizga mos kattagina kurchok. Ipimiz trikotaj ipi. Trikotaj ipda bular bemalol halqalarda osongina topib, to'qishda qiynalishmaydi. Mana kurchogi ham kattagina. Shahzoda oldingizga qo'yib ko'rsating. Mana to'pchasi.